Jahon chempionatida O'zbekiston, Portugaliya, Kolumbiya va har ehtimolga qarshi yana 4 ta jamoani qo'shib yuborishimiz mumkin guruhlarga. Sharoitga qaraymiz, nastroyeniyamizga deb qo'yishdi. Bu nimaga biz bir tuzuk Fransiyaga, Mbappe'ga qarshi o'yna olardim, Ronaldoga qarshi o'ynagandan to'g'risi. Eng qizig'i o'shunga tushuvdik. Yo, sizlar monolar bilan o'ynaysizlar deb bizni o'tkazib qo'ydi, men tushunmay qoldim. U xohlaganda ham u bunday turib Barsa, Real, Bavariyaga qarshi o'ynaysizlar deb qo'ya olaman endi ular xohlasa. U bo'lmaydi-yu. Hozir endi mana Kolumbiyada ham James Rodriguez ish ko'rsatadi mana shu. Faoliyati davomida gol urmasdan jahon chempionatiga borib yo eng chiroyli gol urib qo'yib, yo hali eng ko'p gol urib qo'yadigan peyli bor uni. Ronaldoga qarshi o'ynash qanday ikkala taraf gol ursam bo'lib o'tira olaman men endi. U qanday qilib ko'raman u endi. Hali to'rtta jamoani ham bilmayman kim chiqadi endi hali joydan. Paq etib Manchester City deb bo'lmasa bo'ldi deb yasa endi u. Ammo Saudiyaga maza qilyapti. Saudiya bormay qo'ysa ham bo'laveradi, ashidan qaytsa ham bo'laveradigan bo'lib ketdi. Yurpasin.